Dunyoni urg'inga qo'yib qo'ygan akalarning xizmatini abzordamiz. Tezlikni ko'rib jinni bo'lib qolasiz. Sizga bu xizmat juda ham zarur. Bitta abzor qilib beraman. Asfaltchi akalarga quyoshni issig'i, kvadratingiz kichkinaligi, bu o'shim qizig'i yo'q. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bir lapatga tashlab ham ketishaveradi. Asosiy kulminasi joyi, puli nechta pul? 1 kvadrat asfalt yotqizish xizmati 75 mingdan boshlanadi. Qulayli tomonlari yana keladi, o'zini taqir-tuqurlari bilan, ustalari bilan, shogirdlari bilan asfaltingizni yotqizishdan oldin trambotkasini olib ketadi. Hamma xizmatlari shu 75 mingdan ichida boshlanadi. Bu akalarimiz vodiy bo'ylab xizmat olib borishadi. Asfalt akalarda qulayli tomoni. Bir kundagina keldi, trambotkani qildi, asfaltingizni bosdi ketdi. Siyashgachi ustani top, bayogobga, mishalgobga unaqa mashmasha qilib o'tirishmaydi. Bosilayotgan asfalt toza Farg'ona zavodga sharabar emas. Akani xizmatini ko'ryapsiz, video olganimizcha uyda yarmini bitirib bo'ldi. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akamning nomerini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib xizmatingizni qildirib olsangiz bo'laveradi. Aka, hech qanaqa mashmasha qilib o'tirmaysiz. Bir piyola choy bilan obedni bersiz, tamom ishingizni hal qilib beradi. Luboy narsasi o'zida bor. Bemalol telefon qilib xizmatingizni qildirib olasiz. Ichiga valyer qilib, ular kallasi qisilib, va boshini yortashadi-yu bu. Raspakovkani kitayski lyubovi. Voy aka, bu narsani ko'ring. Battar yaxshi ko'rib borasiz. Taqdirini qilib beraymi? Aka, avval buni qanaqa qushligini bitta tushuntiray. Kitayski raspисной bedan hisoblanar ekan. Rangi haqiqatan ham noyob bo'lar ekan. Endi lyuboy parandaga qiziqadigan odam ham ko'rgan parandasini, yaxshi ko'rib qo'ygan parandasini sotib olgisi keladi-yu. Kecha Marg'ilonlik Zoomir Marg'ilon profili yurgizadigan akamizdan sotib oldik. Valyerimizni ichiga valyer qilib, bular kallasi qisilib, va boshini yorib tashladi-yu bu. Va boshini yorib qo'ydi-yu. Olib kelishimizga bitta jabr bo'ldi-yu. Qarang, boshini ochib tashlaganni. Voy tova. Rangi boyaga lavanda o'rdaklarimiz bo'lardi-yu. Mana shundan ekanda. Mana bular tuxum qo'yyapti, belini achib tashlabdi. Mana seri. Qarang, ajoyibligini. Mana bu hozirgi osilib qolgan yangi rivojimiz boshqa ochilib ketdi, kelinib qoldi. Ajoyib. Endi bularda nima qilamiz? Lekin endi aylanasiga bitta ablisovka urmoqchiman. Sariq bilan oq ablisovka bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Valyer bo'ladi. Tepasini bir ajoyib qilib yopib, bular mana shu yerda neobitaymi o'stirib bo'ladi bularga. Ichiga tuxum qo'yadigan narsasini joylaymiz. Ullas nima qilsak qilamiz. Yana bir ajoyib ideya kelib qoldi. Endi nasib bo'lsa bu albatta mana bu kulkalarimizni 5-10 kundan keyin olib kelganimizdan qilamiz-ku. Endi bir xursandchilik bilan bo'lishay dedim-da. Hidini qara deb mana shu yomg'irdan keyingi hidni aytib o'tchaylik-da boyaga akamiz. Uchastkani qishloqda sharoiti shunisi zo'rda, qarang. Noklarimiz pishdi. Olmalarimiz pishib, уже ikkinchi marta pishyapti. Yomg'ir ham dahshat bo'lib quyib berdi. Mehnat zo'r ketdi, xudo xolasa. Agar o'zingizdagi mevani daraxtdan uzasiz-ku, yuvib o'tirmaysiz, shaxsan men yuvmayman. Shunday usti-boshga artding ketdi. Hovli uyda shunisi zo'rda. Liboy pishgan mevani olasiz, yedingiz ketdi. Miau. Eng qizig'i eshikni qo'yapman-u, mana ularni olib chiqish esimdan chiqib qoldi-da. Turkiya biznesga, xudo xolasa, tayyorgarlik haqiqatan ham chiroyli ketdi. Men o'yladimki, mana yerda ham joyimiz bor-da. Buni xudo nasib qilib boshlab olsak esalomon, manaqachi brollerni ham tashlab ko'rmoqchiman, uy sharoitida. Xuddi shunaqa boks qilmoqchiman. Avvalo nasib, harakat qilaveramiz, sabablarni qilaveramiz. Alloh o'zim bersa, yaqin ham qilib ko'ramiz-da. Oxirgi qadamlar qoldi. Haqiqatan ham o'zimga ham yoqib ketyapti. Oxirda qanday qilishni bilmadim-da, boyagi polietilin trubani shunday yarmidan bo'lib osma